Qadrli ayollar, sizni sevmay bo'ladimi? Sizni ardoqlamay, sizni hurmat qilmay bo'ladimi? Bir kun ekan-ku, umrimizning har bir lahzasini siz uchun eng yaxshi lahzalarga boy qilib o'tkazishga biz erkaklar mas'ulmiz. Siz farzandlarimizning onasi, uyimiz farishtasi, ro'zg'orimiz sarishtasi, kimningdir mo'tabar onasi, kimningdir lobar singlisi, kimningdir esa juft halolisiz. Siz bizning xilvatda sirdoshimiz, hayotda dildoshimiz, atrofdagi go'zallardan eng latofatli qalam qoshimiz, uy, ro'zg'or, bola-chaqa tashvishlaridan eng matonatli bardoshimizsiz. Sizga xiyonat qilgan insonning ko'zlari o'yilib tushsin. Shu joy hamma ayollarga yoqib tushdi. Sizga pul bermagan erlarning sochlari to'kilib tushsin. Orzuyingizni amalga oshirmagan erning 1-2 bo'lmasin. Xullas, barcha yaxshi niyatlarimiz faqat va faqat siz uchun. Nafaqat bir kun, yilda 365 kun, har soniyada sizni boshimizda ko'tarib yuramiz. Baxtimizga har doim bor bo'ling, omon bo'ling, aziz ayollar.